Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali ixlosmandlari. Bugun biz sizlar bilan Word dasturida ma'lumotlarni chop etishni o'rganamiz. Buning uchun birinchi Word dasturiga kirib olamiz. Start tugmasini bosgan holda Word piktogrammasini bosamiz va Новый dokument tugmachasini bosamiz. Mana bizga yangi Word, ko'pchilikka Word oq varaq deydi. Oq varaq ochildi. Endi bunda hozircha ma'lumotlar yo'q. Shuning uchun bularga ozgina ma'lumot yozib chiqaramiz. Misol uchun 2026-yil deb yozaylikda. Xuddi mana shu yozuvni chiqarishimiz kerak bo'ladi. Yozuvni chiqarish uchun bu A4 formatdagi varaqda turibdi. Word dasturi birinchi ochilganda mana shunaqa formatda beradi. Mana agar Ctrl tugmasi va rolikni aylantiradigan bo'lsalaring, mana bu yerda quyidagicha razmerini ko'rib olishlaring mumkin. Hozircha bizga A4 varag'imizni razmeri xuddi mana shu holatda turibdi. Endi xuddi shu faylni chop etamiz. Buning uchun fayl tugmasiga kirib, pechat yozuvni ustida bosamiz. Natijada pechat beradigan oyna ochiladi. Bu yerda pechatni bosish orqali biz qog'ozimizga o'sha yozilgan ma'lumotni chop etishimiz mumkin. Hop, endi bitta narsaga e'tibor berish kerak. Hozir menda Epson M100 seriyasi printeri turibdi. Bu yerda готово tugmachasi ham bor. Agar готово tugmachasi chiqmagan bo'lsa, siz printeringiz hali pechatga tayyor bo'lmagan bo'ladi. Shuning uchun bu yerga e'tibor berish kerak. готово tugmachasi yozilgan bo'lishi kerak va stranitsa degani bu sahifalar. Ya'ni sahifalari, qaysi sahifani bermoqchimiz? Bizni hozircha yozganimiz bitta varaq bo'lgani uchun pechatni bossak ham chiqadi, lekin asosan agar ko'p varaqda ega bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerga kelib, stranitsaga kelib birni bosish kerak va pechatni bosamiz. Mana Epson M100 printerida o'sha bergan faylimiz chiqib keladi. Mana yozuvimiz juda kichkina. Shuning uchun boyagi 2026 deb yozgan faylimiz mana ko'rindi. Mana sal xirra bo'lib ketyapti negadir printerimiz. Hozir kattaroq yozuv chiqarib beraman yana bir marta. Mana pechatimiz, printerimiz ishladi. Hozir o'sha yozuvni pechat qiladi. - 2026 so'zi kelib chiqdi. Endi bir narsaga e'tibor berish kerak. Ko'pchilik mana printerni birinchi ishlatayotgan odam printerni qog'ozni qayerda solishni ham bilmay qoladi. Ana shu vaqtda bitta narsaga e'tibor berish kerak. Printer olib kelamiz. Mana qog'oz bunda tepadan solinadiganlari bor, printer ostidan solinadiganlari borda. Mana kelgandan keyin e'tibor berish kerak. Agar qaysi tomondan solinadigan bo'lsa ham mana bunaqa ushlagichi bo'ladi. Bu nima uchun kerak? Bu qog'ozni siqib qo'yish uchun kerak. Mana kichikroq qog'ozda mo'ljallanyapti, mana kattaroq qog'oz. Bu eng kattasi A4 bo'lgani uchun A4 ga mo'ljallanadi. Bu nima uchun kerak? Chunki printerda qog'oz tortgan vaqtda siljib ketishi mumkin. Mana shuni oldini olish uchun mana shunaqa narsa qo'yiladi. Siqish uchun qog'ozni juda siqib olmaslik kerak, juda ham bo'sh qo'yib qo'ymaslik kerak. Qog'ozga bundoq teksa bo'ldi. Mana masalan qog'oz qo'yadigan, mana qog'oz qo'ygandan keyin bundoq turib, bundoq tegib tursa bo'ldi. Hech qanaqa bunga og'ir, qattiq taqab olish ham kerak emas. Xuddi shunday tirab qo'ysak bo'ldi. Mana undan keyin qog'ozni bemalol chop etaversak bo'ladi.